Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningdagi navbatdagi proyektimiz tayyor. Bugungi avtomobilimiz Spark avtomobili. Qilingan ishlarni birma-bir ko'rsatib, obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha qo'yildi. Juda ham qiziq proyekt bo'ldi. Birinchi navbatda oldi oblitsovkalari, mana shunaqqa akkuratli turadigan RS oblitsovkalar taqildi. Black piano bilan ishlov berilgan bo'ladi. Blижний bilan tumankalari LED fari qilingan, polni oppoq rangda yonib turadi, ko'zga tushmaydigan lupaligi o'rnatilgan. Bundan tashqari oldi laboy yon oynalariga sonsiz ashta qilindi, orqa laboy orqa eshiklariga tonirovka qilib berganmiz, yaxshi armalan plyonkalardan. Avtomobilimizni endi orqa qismini ko'rsatamiz. Pisochniy faralarni akkuratli o'rnatib berganmiz. Bunaqa 4 ta glushitrli, ikkitadan akkuratli turadigan yubkalarni o'rnatib qo'yganmiz, xudo xolisi. Endi salon qismini bitta ko'rsatib obzor qilamiz. Salon qismida ham anchagina mehr berilgan. Birinchi navbatda Malibu 2 rul original, Malibu 2 bar polni komplektatsiyasi bilan uстановka qilib berilgan. Ya'ni ingichka turadigan arzonchi bar emas, Malibu 2 barda ham haqiqiysini o'rnatib berganmiz. Avtomobilga sideniya chexollarni ham qilib berganmiz. Kardinal brendi ostidagi mana komfortli premium chexollarni ham taqib berganmiz. Juda ham chiroyli Cobra chexolli modeli nomi. Evakor polikni ham Kardinal brendi ostida. Mercedes reflektorlarni o'rnatib berdi, ikkita chetiga akkuratni bez zador tushadi, bular hammasi o'zini o'rniga tushadi. Eng katta qilingan ishlardan bittasi bu 360 gradusli kameralarni TS monitorlari bilan 2K ekranli 6 ga 128 pamitli bilan uстановka qilib berganmiz. Xo'p, zadnik uramiz, qarang, polosalari buriladi. Mashinani qanchalik qayoqqa parkovka qilishlarigacha ham ko'rsatadi. Bu hozir orqa kamera. Endi qarang. Orqa nafaqat orqa kamera, zadnik urgandan ham ko'rsataylik. Yon kamerasi bokovoy, o'ng tomoni, ikkita bokovoy. Oldi kameralarni ham mana akkuratni olib beradi, qaranglar. Bamferlarni ham ko'rsatib turibdi. Bu tepadan 360 obzori, 3D ga qo'ysak, bu yerda ham mana bunaqa obzor qilib beradi, xudo xolisi. Pavorotniklarni yoqqan holatimizda mana o'ng tomon pavorotnik, chap tomon pavorotnik, hammasi joyida ishlaydi. Mushni ishlaydigan TS CC3 360 gradus kamerasi bilan komplekt o'rnatib berganmiz. Dominantdan Magicar hamda start stoplarni ham vatan originalini o'rnatib berganmiz. Avtomobilimiz absolyutni tayyor holatda. Malibu 2 barlarni aytib o'tdik. Qaranglar, skoroska tushishlarni yapti. Mushni hammasi kambus kulangan. Sizlarni abagrev va knopkalarigacha ishlaydi. Malibu 2 rulimizga cruise kontrollarni ham qilib berganmiz, xudo xolisi. Xullas, avtomobilimiz tayyor holatda. Kimgadir mana shunaqa xizmatlarimizni qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol Max Tuning murojaat qilaverasizlar. Ishlarni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizani kuzatib boringlar, bizdan uzolashmanglar.